bilgan emaslar. Boya aytdi, yoshligim ham shu yerda o'tgan. Hozir men Toshkentda ham juda faol. Toshkent Milliy madaniy markazimiz juda ham faol. O'sha oxirgi nima zakovatda ham siz yutdingiz shekilli. Ha? Siz yutdingiz-da birinchi o'rinni oldingiz. Ha. Yaqinda bir qisqacha nima aytib beraman, Zakovat o'yinlari madaniy markaz rahbari respublika bo'yicha komandani sostavida yoshlar bilan qatnashdi. Shu 5-6 odam bo'lsa shuni bittasi. Shu opadan ham juda ko'p narsani o'rganish kerak, juda ko'p. Haqiqiy vatanparvar, haqiqiy shu yurtning farzandi, o'zlarini xolislik bo'lsa ham butun O'zbekistonda xizmatdamiz. Davlat rahbari bilan bevosita har bayramlarda, har tadbirlarda uchrashadi. Men biror marta ko'rmadimki, ravon, charog'on, o'zbek bilan tojik qadrdon. To'y ustiga katta to'y bugun. Davramiz keng, chehralar gulgun. Ko'kda quyosh, oqmoqda mamnun. Pok mehrdan, nurlar, dillar, qalblar nurafshon. O'zbek bilan tojik qadrdon. Rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin.